Pam-param-param. Toza havo, osmon musaffo, chiroyli davlat. Va men har kungidek yugurgani chiqdim. Har kuni bitta narsa jonga tegdi. Men ham qachondir boy bo'lib ketarmikinman. Orzuda ayb yo'q deyishadi. Ishlasam albatta orzumga erishaman. O'rtog'im 2 kunga mashina bergandi. O'sha mashinani parkovkaga borib, hozir olib ishga boraman. Wow, mana bu mashina zo'r ekan. Wow, faralari ham ko'k ekan, chiroyli. Ha, hokimiyat binosi. Endi esa shoshilish kerak. Tag'in ishga kech qolmay. Farruh akaning juda jahli yomon. Jahli chiqsa meni ishdan haydab yuborishlari mumkin. Mana bu Rolls-Royce yangi ekanmi? Qani, oldiga borib ko'raychi. Wow! Lekin buzilgan ekan. Evakuator chaqirib, bu yerdan olib ketish kerak. Ya, sizlar bilan salomlashish esimdan chiqibdi-yu. Yo, salom hammaga, sizlar bilan Meron. Bugun sizlar bilan birgalikda yangi serial olamiz. Qani, ketdik. Orqadagi Cadillac'ni farasi lekin zo'r ekan. Ana u garaj yangi ochilibdi, ha? Kechagina yo'q edi. Nima? Nomi Grant ekan. Mana parkovkaga ham kelib qoldik. Siz videoni o'tkazib yubormang. Hali qiziq joylari oldinda. O'rtog'im menga bitta 2107 mashina berdi, white body qilingan. O'sha mashinani hozir olib ishga boramiz. Uni ham atiga 2 kunga bergan. Xo'sh, parkovkaga keldik. Mashinani hozir shu yerga olaman. Mana shu mashinani menga 2 kunga bergan. Hozir haydab boramiz. Voy, nega ochilmayapti? Ha, ochiq ekan-ku. Ha, bo'ldi, endi ochildi. Bu yo'lga videoni tezlashtirib yuboraman, chunki uzoq vaqt mashinada yurganman. Ishxonamni ko'chasiga ham yetib keldim. Endi bu yerda sal sekinroq yurish kerak, chunki o'nqir-cho'nqir yo'llar bu yerda ko'p. Ana, aytdim-ku, sekinroq yurish kerak. Shu yerdan chapga burilamiz va kirib ketamiz to'g'riga. Mana yetib ham keldik. Endi mana bu yerda to'xtaymizda Farruh akani oldiga tushamiz. Farruh aka nima gap? Ha, ukam qaniysiz? Farruh akani o'zlari shunaqa ingichka e'tibor bermaysizlar. Men endi birinchi zakasini olib borgunimcha videoni tezlashtirib yuboraman. Va siz hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Tez orada 100 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Balki biz aynan sizning obunangiz bilan 100 ta obunachi bo'larmiz. Mana yetib keldim. Shu yerdan to'g'riga yursam o'zi chiqadi. Bugungi ishlarimni tugatib arendaga bo'lsa ham mashina olishim kerak, chunki o'rtog'im yaqinda mashinasini qaytarib beraman. Keyin ishxonaga nimada qatnayman? Xo'sh, mana keldik. Hozir mashinadan tushib olamiz. Va hozirgi musor chelakda turgan musorlarni o'zimizning mashinaga ortamiz.
keyingi misollar ilk pastimizga. Mana bu yerdan yo'lni kesib o'tishga qaror qildim, chunki kartaga qarasanglar ikkita politsiya turibdi. Yana nima deyman, meni to'xtatib qolsa. Bunaqa mashina haydashga pravam ham yo'q. Kelib ham oldik. Mana bu yerdan mashinamizning motori tortganimikin. Usul uyni ichida ekan. Uyni ichida ekan. Yana bitta narsada bolalar, har doim musulni oldiga bormasdan mana bunaqa ko'chadan ham olib tashlasanglar bo'laveradi. Hayotni haq o'tib ketish kerak. Bu serialda bitta ikkita joylarda mana shunaqa videolar bo'lib turaveradi. Negativ yozib tashamanglar, kommentariyada to'ldirib. Xo'pmi, negirlar? Keyingi zakaz tomon olg'a. Shu tarafdan o'tib ketishga qaror qildim, katta telebashna tarafdan, chunki shu yerdan yaqin yetib boramiz. Voy, qarildi mashina. Shu yerdan yetib kelamiz tezroq. Bu yerda politsiya idorasi ham bor, ya'ni harbiy qism. Kimdir kelib olib ushlab olmasa bo'ldi. Voy ana. Politsiya. Ko'rmadimi? Yo'q, ko'rmadi. To'g'ri ketdi. Mana bu mashinaga litsenziyam yo'q dedim-ku. Yani ushlab olib tiqib yubormasin qamoqqa. Ana ko'rdinglar, pravam yo'qligi sababida shunaqa tushib ketishimga sal qoldi. Agar tushib ketganimda bo'ldi, pulimni hammasiga kuyardim. Mana bu mashinani ham o'zi qancha turadi-yu. Mana keldik keyingi reysga ham, shu oxirgisi bugunga yetadi. Charchab ketdim rosa. Mashinani topshiraman Farruh akaga, keyin dam olaman bekatga borib. Endi Litkarinov ekan kakras, o'sha tomonga ketaman topshirgani. Yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Keyin bitta savol bor-da bolalar. Nimaga videolarimni ko'rib like bosmaysizlar? Yo shunchalik qiziqmasmi? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Qiziqmas desanglar, men shunday videolarni chiqarmayman. Bo'lmasa obuna bo'lib qo'yib ko'ringlar. Hozir kanalda вообще ko'p odam obunasiz ko'ryapti. Like tani ham bosib, qo'ng'iroqchani bosib tursanglar, qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Yo'q, voydon! Voy, boshim qattiq og'riyapti. Voy, doktorman. Doktor. Assalomu alaykum. Menga nima bo'ldi, doktor?
og'riyapti juda. Yana qancha vaqt qolaman bu yerda? Rahmat sizga, doktor. Men tashqarida ozgina aylanib kelsam, ha deyisharmikan? Juda qattiq og'riyapti miyam bolalar. Hattoki nimaga bu yerga tushib qolganimni ham bilmayman. Doktorlar avariya bo'lgansiz deyapti. Doktor. Men tashqarida aylanib kelsam bo'ladimi? Rahmat. Muzdekgina shamol, mazza. Vertolyot hammasini buzyapti-da changitib. Anavi bulut yakka shoxga o'xshab qopti. Voy, ay qo'lim. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Bu turtma. Odamlarda insof ham yo'q hozir. Salom doktor. O'ng qo'limni sal mashina turtib yubordi hozir. Kirib dam olay. Mayli. Ismim Ron. Voy, doktor bilan gaplashdim, hozir menga javob berdi va men ketsam bo'laveradi.